Assalomu alaykum. Biz hozir Okean Sonic'damiz. Sanyadagi kiraverish bu resepsiya. O'rtada mana jivoy gulli ekan. Bu resepsiya. Qo'l kutadigan zdaniya. Bu yerda zdaniya asosiy zdaniyalari yashash uchun xonalari, hamma balkonida manimcha hammasida jakuzzisi bor. Bu katta basseyni. Basseyni o'ziga yarasha kattagina o'tkachalari ham bor ekan. Suvlari podogrevsiz. Buruqroq. Territoriya hammasi o'simliklar bilan, daraxtlar bilan, palmalar bilan to'la, yaxshi, chiroyli. Lizaklar bor edi. Hammasi chiroyli, go'zal. Basseynni detskiy kattalar uchun parki bor ekan. Kichkinagina ikkita go'rkali. Shuni ko'rsatamiz. Natijali mashtaram tushsa bo'lar ekan. Bu yerda zdaniya ko'ribsizlar. Mana bu yerda hammasi. Mana akvapark sayr bo'ladi. Mana joy bor ekan. Olasi принципе deydimi? Shunaqa deydi. Bilmaylarni qo'l. Shunaqa narsa, mana bitta ikkita go'rkali akvapark bor ekan. Yomon emas. Общий planda otellar o'zi yaxshi-ku. Faqat nomerlari eskiroq ekan. Shunisini hisobga olish kerak. Mabodo keladigan bo'lsanglar, eski nomer tushib qolsa, sirazi tushib ketish kerak, to yaxshirog'iga almashtirib bersin deb. Biz turgan joyda ozgina bitta tualet, hammom tualetlar bor ekan, jenskiy, общественный. Shunaqa anaqasi bo'lib qolsa, almashtirsa bo'ladi, menimcha. Chunki jana sherilarimizga so'rasak, ularga yaxshi xona tushdi deb aytishadi. Bizga yaxshi xona edi. Bunaqa narsa yo'q edi, bizdagi muammo yo'q edi. Biz endi bir noch qolganimiz uchun bunaqa katta ahamiyat bermadik. Biz taxminan mana mashinasini mashinasida qoldik-da. Mana bunisi bo'lsa kerak. Mana shu ikkinchi etajdagi xonada qoldik. Bu planda yomon emas, chunki shunday mashinalardan o'tganda уже plyaj bu birinchi liniya hisoblanadi, faqat mashinalar ajratib turadi. Resort bu. Ko'rinishi yaxshi. Issiqlik bor, qanaqadir nima deydi, odamlar qaramoq. Bunchalardan. Mana bu taraf plyaj. 500 metrcha bor taxminan. Yaxshi bo'ladigan yerlar. Yaxshi bo'ladigan. Asosiy zanalarga kiradigan yo'l. Tashdan chiqib bor. Atrofi dumaloq, aylanib chiqdi yo'q ko'rganingiz bo'yicha. Rahmat, kuzatlar qo'ydi.